ijiki qildirganimga 9 yil bo'ldi. Ijikini qay usulda qilingan, ya'ni shunchaki tikib qo'yilganmi yoki tikib turib kesib qo'yilganmi yoki bog'lab qo'yilganmi, buni bilish uchun nima qilishim kerak degan savollar ham bo'lib turadi. Buni bilishni bitta yo'li bu o'sha qorin bo'shlig'iga tushib ko'rish kerak. Yoki laparotomik kesim bilan, ya'ni qorinni ochib tushib ko'rish kerak, yoki imkoniyat bo'ladigan bo'lsa laparoskop bilan tushib turib, bevosita ko'z bilan ko'rib turib, o'sha chandiq holatini ko'rib turib, bu kesilganmi, kesilmaganmi degan savolga javob berish mumkin. Tashqaridan turib UZI tekshiruvimi, gisterosalpingografiya tekshiruvimizmi yoki MRT, KT, MSKT, PET degan narsamiz bor, hattoki hozir tomografiyani bu eng nimasi hozirgi oxirgisi, hech qaysisida baho berib bo'lmaydi. Turbani ochiq yopiqligini bilsa bo'ladi. Mana gisterosalpingografiya tekshiruvini qilsak, turbalarni ochiq yoki yopiqligini bilsak bo'ladi. Yopiq bo'lsa, u ijik qilingan, shuning uchun yopiq degan xulosa bera olamiz xolos. Lekin bu qaysi usulda bo'lgan? Bu shunchaki bog'lab qo'yilganmi yoki kesib qo'yilganmi? Bu savolga javob berib bo'lmaydi bu tekshiruvlarni. Faqatgina qorin bo'shlig'iga tushib turib, bevosita ko'z bilan ko'rib turib, keyin bilishimiz mumkin xolos.